Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Mana navbatda ishlarimizni ham kelib qo'yib oldik. Andijon viloyati Oltinko'l tumaniga olib kelib qo'ydik. Bu yerga 2 xonat eshik qo'yib berganmiz. Xo'p, eshiklarimizni balkon profildan qilib berganmiz. 12 lik. Bo'ylar 240 ga, bu yog'i 110. Romlarimiz 130 ga 160. Ularga ham padovoni qo'yib berganmiz, o'rtadan bittadan ochib berganmiz. Eshiklarimizga gulli oyna qo'yib berganmiz, ruchkalarni ham xudo xolisa shotki axsdan qo'yib berganmiz. Hop. Akamiz YouTube'dan ko'rib ishimizni yoqtirgan ekan, telefon qilib chaqirdi. Xudo xolisa shunaqa eshik derazalar bo'lsa ham aytaverasizlar, bemalol chiroyli narxlarda qilib beramiz. Xo'p, bu yerga bu yog'i 70, bo'ylari 160. Kichkina ko'zli romlarimiz tepaga pramugasiga portishga ochib berganmiz. Bu yerga yana bitta romimiz 130 ga 160. Ularimizni ham 3 ko'z qilib o'rtadan bittadan ochib berganmiz. Oynalar 2 qavat bo'lgan, oqqa yo'di oyna bo'lgan paket. Hop, bu chekada ham mana xuddi shunday. Hop, bu chekaga bitta eshigimiz qo'yib berganmiz. Bu ham mana 110 ga bo'ylar 240. Bunga ham balkon profildan qilib berganmiz. Buni ham oynalari 2 qavat bo'lgan. Tepaga yo'di oyna yasaganmiz. Xo'p, endi ichkaridan ko'rsatadigan bo'lsak. Xo'p, ichkaridan ko'rinishlari akalar. Romlarimizga padovonni qo'yib berganmiz, qiralik. Ichkaridan tashqarining ko'rinishi. Xohlasa hamma yo'g'ini aks suvollarni ham tozasidan ishlatdik akfa. Ruchkalarimizni ham xohlasa ishlashlari ham chotki. Romlarimiz yaxshi aytganimdek qiralik padovonilar qo'yib berganmiz. Xo'p, akalar, rezinkalarini to'liq qilib solganmiz. Bu joylarning ko'rinishlari. Xohlasa sovuq kirmaydigan holatda bo'ldi. Eshigimiz ichkarida mana gullik esa tashqarida ko'rinami, ko'rinmaydimi deganlar uchun mana. Taglariga alki fonsa berganmiz. Keyin eshigimizga to'rttadan petla qo'yib berganmiz. Xo'p, aytganimdek ruchkalarni vaqtdan qo'yganmiz, keyin ochilib yopilishiga ham bitta baho berib qo'yasizlar. Xudo xolasa chotki bo'ldi ligirovkalarni ham. Xo'p. O'rtaga eshik qo'yib berganmiz 3 ta. Eshiklarimiz 90 ga, bo'ylari 210. Bunaqa eshigimizdan 3 ta qo'yganmiz. Hop, ichkari eshiklarimizni bir qavat oyna qilganmiz, gulli oyna yasab berganmiz. Eshigimizni ko'zlarini ham 2 ko'z qilib bo'lib qo'yganmiz. Taglarini alkafon qilib berganmiz. Hop, bu kalidor bo'ladi. Bu yerda bana eshigini ham qo'yib berganmiz. Xohlasa bu ham razmerlari bir xil hammasini. Hop, bu tomonga ham mana eshiklarimiz. Xudo xolasa ligirovkalarni yaxshi qildik, xizmatini ham xudo xolasa qiladi. Bu chekadagi romlarimiz. Hop, bu tomonlarga portishkalar qo'yapmiz. Xudo xolasa hozir ishimizni ham ozgina qoldi, tugatib qaytamiz. Agar kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqarasizlar. Xudo xolasa chiroyli qilib yuborib yetkazib beramiz. Endi bularimiz narx-navosiga keladigan bo'lsak, bitta eshigimiz haligar balkon bo'ladigan bo'lsa 3 milliondan oshiroqqa chiqadi. 3 million 100 ming, 3 million 200 ming atrofida chiqadi bitta eshigimiz. Hop, bu yerda ishimiz общий summasi 17 millionga dogovor bo'lgan. Xudo xolasa mana 15 kun ichida olib kelib chiroyli qilib qo'yib berdik. Bemalol aloqaga chiqarasizlar.